Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bu sizlar bilan bizning 17-chi darsimiz Conceptual Framework. Demak, Conceptual Framework nima edi? Bu bizning ikkinchi darsimiz bo'lishi kerak edi, lekin men baribir butunlay bu mavzu to'lig'icha nazariy bo'lgani uchun eng oxiriga qoldirishni afzal bilganman, chunki eslaringdan chiqib qolmasligi uchun. Demak, o'zi asli conceptual framework bizda endi IFRS standartlari haqida ozgina bo'lsa ham tushuncha, bilim paydo bo'ldi. Ikkinchi standart inventory haqida, consolidation haqida, 10-chi standart, 15-chi standart revenue haqida va boshqalar. Demak, o'zi nimaga kerak edi regulatory framework uzr. Bular deb kerak edi eng kam informatsiya. Ya'ni nima degani desa, butun dunyo uchun eng yaxshi kerak bo'lgan yoki bir-birini solishtirishga eng kam haligi ularning requirement talablariga kimning talablariga desa userlarning, ya'ni financial statementlardan foydalanadigan insonlarning eng kam talablariga mos kelgan bo'lgan informatsiyani chiqarish eng kamida baribir. Va o'sha ishonchsin, masalan, bu chiqarilayotgan standartlar public userlar haligi yaxshi etika bilan tayyorlangan, hech qanaqangi yolg'on bo'lmagan va typical structure nima desa, bular ko'pincha national standartlarga yoki NAT standartlar gap uchun masalan shablon bo'lib bersin. Qanaqangi shablon desa, masalan, shunaqangi standartlar bo'lsinki, eng yaxshisi bo'lsin va butun dunyo ko'rib va bizni standartlarimizdan tuzishni o'rgansin. Majburmi? Yo'q, majbur emas. O'zi accounting standartlar harmonization, ya'ni bir xillikni targ'ib etadi. Bir xillik qanaqa, masalan, tasavvur qilinglar, hozir Markaziy Osiyodagi standartlar, financial statement tayyorlash standartlari bir xil bo'lsa, siz Qozog'istonda Lyuboy kompaniyasini standart hisobotini olib o'qiyapsiz, bir xil. O'zbekistonda bilan bir xil. Yoki masalan IFRSda tuzilgan hozir sizlar F7 ni ham o'qib olsalaring, Lyuboy davlatdagi kompaniyani IFRSda tuzilgan bo'lsa o'qiy olasizlar. Va bu juda ham yaxshi. Nimasi desa, sizlar turli xil davlatlarga investitsiya qilish uchun, ularning kompaniyalarini holatini baholash uchun, masalan, sustainability qanday ketyapti va boshqalarni o'rganish uchun juda ham yaxshi. Yani cross-border relationships can be improved if there is a harmonization in the IFRS in the accounting standard in which the financial statements are prepared. Enforceability IFRS accounting standardlar deyapti international organization tomonidan chiqariladi va ular deyapti enforceable bo'lmaydi. They they are adopted by agar masalan milliy standartlar agar IFRS da tuzilmaydigan bo'lsa, ular majbur emas. Ya'ni xohlagan standartni tuzsin degani. Adoption deyapti. Ko'pincha IFRS standartlar boshqalar masalan adopt qilib oladi. Ba'zi birlarini va ba'zi birlari tushmay qolishi mumkin. O'zi qanday, masalan, regulatory system IFRS bo'limi qanday tashkil topgan? Birinchi bo'lim foundation degan bo'lim bor. Bu polniy nimaga javobgar? Masalan, har bir bo'lim masalalarga o'zidan keyingi turadigan har bir bo'limga pul yetkazib berishga ham javobgar, ular qanaqangi ishlayapti, shunga ham javobgar va bundan tashqari qolgan kompaniyalar biznes standartlarimizdan qanday foydalanish kerak degan savolga ham bular javob beradi. International Accounting Standards Board IASB bu standartlarda ishlab chiqaradigan board. Ya'ni standartlar shu board tomonidan ishlab chiqariladi va butun muammolar uchun chiqadigan standartlardan shu board javobgar bo'ladi. Interpretations Committee degani ba'zi bir standartlarni masalan sizlar o'qib tushunmay qolishi mumkin va tushuntirish ishlarini olib boradigan board. Advisory Council bor bizda. Advisory Council nima degani desa, bu deyapti ko'p boardga va foundationda mitinglariga va ularda qanday ishlashlari kerak, qanaqangi qarorlar qabul qilishlarida maslahat beradigan bo'lim. Sustainability Standards Board bu 2021-yilda tashkil topgan. Bu endi sustainability bo'yicha standartlarni ishlab chiqaradigan board. Sustainability nima degani desa, kompaniyalar hozirgi investorlar uchun sustainable bo'lishi kerak. If the companies can be considered as sustainable if they do not affect the resources from which the future generation is expected to use. Ya'ni nima degani? Agar sustainable bo'ladi, agar hozirgi kompaniyalar kelajak avlodning resurslaridan oqilona foydalansa va ularga muammo keltirib chiqarmasa degan.
Bugun masalan bizda bor 2 milliard tonna ko'mir deyishadi O'zbekistonda, to'g'rimi? Shu 2 milliard tonna ko'mirda 1 milliard tonnasini ishlatolmaslik kerak. Ya'ni qolganlarga o'z huquqlaridan yoki o'zidagi bor imkoniyatlardan foydalanish davomida kelajak avlodning masalan huquqlari, imkoniyatlariga zarar yetkazib qo'ymaslik kerak degani sustainable. Bizda yana trusty degani bor edi. Negadir berilmabdi. Hozir buni bir ko'rib olamiz. 1 minute. It's not a problem. Buni hammasini faqat yodlashlaring kerak. O'zi asli 5-6 marta, balki 10 marta o'qisangiz tushunib olasizlar. Lekin yodlaganlaring yaxshi. Baribir. Corporate governance, okay. Bizda yo'qmi? Trusty. Trusty nimagadir bizni kitobimizdan ham chiqarib tashlabdi. Qiziq. Judayam qiziq. External auditors, Big Four kompaniyalar haqida asosan Big Four kompaniyalari tashqi audit qilish kerak. Ya'ni kompaniyalarda ishlab chiqarayotgan hisobotlarni borib o'rganishadi o'sha kompaniyani o'ziga borib va shu kompaniyada masalan bo'lishi mumkin bo'lgan ehtimoliy trustees, what is shu ehtimoliy masalan manipulyatsiyalarda o'zlarini hisobotlarida chiqarayotgan manipulyatsiyalarda va yuzerlar uchun ishonch berish yuzerlar uchun masalan o'zini ismini yoki o'zini pechatini qo'yib ishonch beradi. Ya'ni bu chiqarayotgan hisoboti yolg'ondan kam emas, rostdan xuddi shunday. Bizim IFRS Trustee. IFRS Foundation Trust is a member of governance that oversees IFRS Foundation, not for public interest organization. Trustees are responsible for governance financing. Qaranglar, mana trustee degan bizda nimalar bor? Bu kim desa, umumiy masalan IFRS, IASB ni va ya'ni IFRS standartlarini ishlab chiqaradigan boardni va interpretation bilan shug'ullanadigan board, ikkita boardning ishini masalan governance, ya'ni boshqarib turadigan board. Bu haqda ham savol kelib qolishi mumkin, lekin juda qiziq, bizni kitobimizdan chiqarib tashlangan. Demak, company ownership and control. The owners is evidence the holding of shares. Ya'ni ownership bu kompaniyani ulushdorlari. Ya'ni kimda ko'p ulush bo'lsa, kimda ko'p voting power bo'lsa, o'sha controller hisoblanadi. Controllers, directors are going to manage the business. Ya'ni ownerlar tomonidan direktorlar tayyorlanadi. Ularning hisobi yoki ular tomonidan kompaniyani boshqarish uchun. Conflict of interest deyapti, qaranglar. Directors may prioritize their own salaries and bonus which reduce profits available to shareholders. They create a risk of bias in financial statement preparation. Ya'ni direktorlar ba'zida o'zini masalan oyligini bonusini ko'tarib masalan kompaniya egalari shareholderlarga kamroq ulush berishi mumkin. Shu conflict of interest bo'lishi mumkin. Corporate governance nima degani esa, qaysiki kompaniya corporate governance degani shunaqangi tizim bor, korporatsiyalar nazorat qilinadi va shu tomonga qarab yuradi. The system is over in the interest of the shareholder, but also relates to stakeholders beyond the company boundaries, incorporating concepts like corporate social responsibility. Stakeholder interest degani masalan, qaranglar. Kompaniya masalan qanaqangi kontrol qilinadi desa, mana biz aytdik, direktorlar o'zini masalan foydasini o'ylab turib, masalan shareholderlarning ulushini kamaytirib olmaslik kerak. Shu tomonlar masalan corporate governance. Ya'ni shunaqangi kitob nimaga o'xshaydi? Konstitutsiyaga va nimaga kompaniyalar xuddi shu tomondan yurishi kerak. Va bundan tashqari qaranglar. Kompaniyaning holati faqatgina shareholderlarga qiziq emas. Bu qiziq bo'lishi mumkin kimga? Unda ishlaydigan ishchilarga. Nima uchun qiziq? Savol. Chunki ishchilar har doim ish tanlashda oldin sizlar ham nima tanlaysizlar? Masalan, menga ertagiga oyligim kechib qolmaydimi? Bu kompaniya pul topishda qiynalmaydimi? 5 oy yo'llangan holati qanaqangi bo'ladi degan narsa uchun masalan ishchilar qiziqishi mumkin. Tax qiziqishi mumkin, soliq, qancha soliq solamiz. Government qiziqishi mumkin. Kompaniya o'zi masalan ethicsga
qarshi yurmayaptim. Bundan tashqari investorlar, ya'ni bu haqda gaplashdik, shareholderlar yoki yana kim qiziqishi mumkin? External auditors, tashqi auditdan keladigan va barcha odamlar qiziqishi mumkin kompaniyaning holatiga. Accountability degani, qaranglar, direktorlar deyapti, majburiyati bor deyapti va ular to'g'ri boshqarish uchun. Shu. Ya'ni direktorlar boshqarish kerak, to'g'ri, o'zlarini masalan nimasi uchun emas, interest uchun emas. Purpose and objectives of corporate governance asosiysi nima desa, kompaniyani va resurslarini va investorlarning aktivlarini to'g'ri boshqarishni tashkil eta olish. Asosiy obyektivi shu. Va kompaniyani yaxshi holatda performansini ushlash va shareholderlarning valuesini ko'paytirish. Asosiy har bir kompaniyaning missiyasi bu o'zining ulushdorlari, ya'ni egalarining uh, net worth yoki pulini ko'paytirish har bir kompaniyani. Va xuddi shu narsani aytyapti. Supporting ensure a suitable balance of power and board, external audit remain independent, whistleblower. Ya'ni nima degani bundan tashqari external auditda ham masalan objektiv qolishi, to'g'ridan to'g'ri masalan chaqirmaslik kerak, masalan siz tanish bilish bo'lib ketmaslik kerak degan. Bunda yolg'on ko'p bo'lib ketib qoladi. Shuni yodlaysizlar va bundan ortiq narsa yo'q va berilgan vazifalarni bajarirsalaring, Xudo xolasa imtihonda yaxshi bol chiqadi. Xayr, sog' bo'linglar, charchamanglar.